Video davomida Qizil sabzavot ortida qanday ulkan shifobaxsh kuch yashiringanini bilasizmi? Nima uchun qadimdan shohlar uni oltinga tenglashtirgan? Agar sizda qon bosimi oshishiga moyillik bo'lsa, agar siz ortiqcha vazndan xalos bo'lishni yoki qomatingizni go'zal saqlashni istasangiz, bu sabzavotni iste'mol qilishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pchilik rediskani faqat postini archib yeyishni yaxshi ko'radi. Bu juda katta xato. Agar sizga uning achchiqligi juda sezilsa, kanalimizga obuna bo'ling. bahor fasli kelishi bilan dasturxonlarimiz ko'rkiga aylanadigan, o'zining yorqin rangi va o'tkir ta'mi bilan barchamizga tanish bo'lgan bir sabzavot bor. Bu shubhasiz rediska. Ko'pchiligimiz uni shunchaki oddiy bahoriy salat masallig'i deb o'ylaymiz. Ammo bu kichkinagina qizil sabzavot ortida qanday ulkan shifobaxsh kuch yashiringanini bilasizmi? Bugungi sahifamizda rediskadan to'g'ri foydalanish, uning inson organizmi uchun aql bovar qilmas foydalari va eng muhimi kimlar uni iste'mol qilish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Keling, avvalo tarixga nazar tashlasak. Rediska qaramdoshlar oilasiga mansub bo'lib, botanik jihatdan trupga juda yaqin hisoblanadi. U insoniyatga qadim zamonlardan buyon ma'lum. Nima uchun qadimdan shohlar uni oltinga tenglashtirgan? Tarixiy manbalarga ko'ra, qadimgi Misrda piramidalar qurgan ishchilarga kuch-quvvat bo'lish uchun har kuni rediska va sarimsoq berilgan. Barchamizga ma'lumki, rediskaning o'ziga xos biroz achchiq va o'tkir ta'mi bor. Buning siri uning tarkibidagi maxsus xantal moylari bilan bog'liq. Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha mintaqalarida uning oq, qizil, pushti va hatto binafsha rangli navlari yetishtiriladi. Rediska shunchaki suvdan iborat sabzavot emas, u haqiqiy vitaminlar manbaidir. Unda C vitamini juda yuqori miqdorda bo'ladi. Bahorgi holsizlik, immunitet zaiflashishi va doimiy charchoqdan qutulish uchun kuniga atiga bir necha dona rediska yeyish yetarli. U organizmning infeksiyalarga qarshi himoya qobig'ini tiklaydi. Uning tarkibi B guruh vitaminlari B1, B2, B6, shuningdek kaliy, temir, magniy va kalsiy kabi muhim minerallarga boy. Tarkibidagi kaliy yurak mushaklarini mustahkamlaydi, qon tomirlarini elastikligini oshiradi va qon bosimini me'yorlashtirishga yordam beradi. Agar sizda qon bosimi oshishiga moyillik bo'lsa, uni somoncha shaklida to'g'rab, qatiq bilan aralashtirib iste'mol qilish ajoyib xalqona yechimdir. Undan tashqari, qandli diabetga chalingan yoki unga moyilligi bor insonlar uchun rediska eng xavfsiz sabzavotlardan biri hisoblanadi. Undagi tabiiy fermentlar va kam miqdordagi glukoza qondagi shakar miqdorini keskin ko'tarilib ketishidan himoya qiladi. Agar siz ortiqcha vazndan xalos bo'lishni yoki qomatingizni go'zal saqlashni istasangiz, rediska sizning eng yaqin yordamchingizga aylanishi kerak. Negaki 100 gram rediska tarkibida atiga 15 yoki 20 kilokaloriya bor. Uning deyarli 95%ni shifobaxsh suv tashkil qiladi. Bundan tashqari rediska jigarni tozalashda va o't haydashda tabiiy yordamchi vazifasini bajaradi. U buyraklar faoliyatini yengil rag'batlantirib, organizmda yig'ilib qolgan ortiqcha suyuqlik va shishlarni haydash xususiyatiga ham ega. Tabiatda har bir narsaning me'yori bo'lganidek, rediskaning ham o'ziga xos zararli tomonlari va qarshi ko'rsatmalari ham mavjud. Bu sabzavotni iste'mol qilishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Oshqozon ichak tizimida muammosi bor insonlar. Agar sizda gastrit, oshqozon yarasi, sanchiqlar yoki oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi kuzatilsa, rediskani xomligicha yeyishdan cheklanganingiz ma'qul. Uning tarkibida o'tkir xantal moylari va kislotalari oshqozon devorini ta'sirlantirib, kuchli achishish va og'riq keltirib chiqarishi mumkin. Sezgir ichakka ega insonlarda esa qorin dam bo'lishi va og'riqli gaz to'planishiga sabab bo'ladi. Rediskani o't pufagida toshi bor bemorlar ham ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishlari kerak. Chunki kuchli o't haydash xususiyatiga ega bo'lgani uchun o't pufagidagi toshlarni joyidan qo'zg'atib, shoshilinch tibbiy holatlarni keltirib chiqarish xavfi bor. Bolajonlarning ovqat hazm qilish tizimi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi.
Ularga achchiq va o'tkir ta'mli sabzavotlarni ko'p berish oshqozon buzilishi yoki allergiyaga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi insonlarda rediskaga nisbatan allergiya ham uchraydi. Agar uni iste'mol qilgach, tomoq qichishsa, terida qizarish, toshma paydo bo'lsa yoki yuz, lablar shishsa, darhol uni yeyishni to'xtating. Ko'pchilik rediskani faqat postini archib yeyishni yaxshi ko'radi. Bu juda katta xato. Chunki sabzavotning eng asosiy vitaminlari va dori hisoblangan moddalari aynan uning yorqin qizil po'stlog'ida joylashgan. Uni yaxshilab yuvib, po'sti bilan birga iste'mol qiling. Xalq tabobatida nafaqat ildiz mevasi, balki uning yosh, yashil barglari ham ishlatiladi. Barglarida ildiziga qaraganda vitaminlar ko'proq bo'ladi. Ularni mayda to'g'rab, bahorgi ko'katli salatlarga qo'shishingiz mumkin. Agar sizga uning achchiqligi juda sezilsa, biroz muddat sovuq suvda ivitib qo'ying yoki salatga zaytun moyi yoxud smetana qo'shib iste'mol qiling. Bu oshqozonni himoya qiladi. Rediska to'g'ri va me'yorda iste'mol qilinsa, bahorgi mavsumda salomatligingizni tiklovchi haqiqiy tabiat mo'jizasidir. Ammo me'yorni unutmang.